Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni 10 minutlik koris tili loyihasining navbatdagi video darsligida ko'rib turganimdan xursandman. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Biz 100 ta obunachi bo'lishimizga ozgina qoldi. Xo'p, bugun o'tadigan darsimiz otga qo'shilib payt yo'nalish kelishiga bo'ladi, ya'ni grammatikasi bo'ladi. Xo'p, otga qo'shilib grammatikasi harakat va holatning bajarilish paytini bildiradi. Unli yoki undosh tanlanmaydi qo'shilayotgan vaqtda. Vaqtga qo'shilib kelganda grammatikasi qachon so'zlariga javob beradigan so'zlarga da ma'nosini beradi. Joyga qo'shilib, ya'ni qayerga so'rog'iga javob beradigan so'zlarga esa ga ma'nosini berar ekan. Xo'p, grammatikasi qo'shib bo'lmaydigan so'zlar ham mavjud. Agar vaqt umumiy bo'lsa, ya'ni onil, bugun, nil, ertaga, oje, kecha, chigim, hozir so'zlariga grammatikasini biz qo'sha olmaymiz. Xo'p, payt qachon so'zlarga javob beradigan so'zlarga, ya'ni otga qo'shilib da ma'nosini berar ekan. Ya'nikim biz umumiy shuni olmoqchi bo'lsak, da ma'nosini qachon beramiz? Koreys tilida biz soat ertalab 7 da turdim yoki turmoqchiman yoki kechqurun soat 10 da uxlayman yoki dam olish kunida ko'rishamiz, oyning oxirida ko'rishamiz, oyning o'rtasida ko'rishamiz desak, da qo'shimchasini, ya'ni qo'shimchasini qo'sha olamiz gapimizga. Ya'ni chon yod olishi Ironayo men soat 6 da turaman deb tuzolar ekanmiz. Ikkinchisi urinin toyoyli mannayo biz shanba kunida uchrashamiz. Ya'ni toyoyli shanba ni qo'shdik, shanba kunida uchrashamiz ma'nosi bo'ldi. Xo'p, uchinchisi chonin pam yolishi chayo men soat 10 da uxlayman. Ya'ni bu yerda asosiy ma'no bo'ldiki, qachon so'zlarga, ya'ni qachon so'zlarga javob bergan so'zlarga ni qo'shsak da degan ma'no kelib chiqar ekan. Endi esa joy plus otga qo'shsa qayerga so'zlarga javob bergan so'zlarga ni qo'shsak ga ma'nosi kelib chiqar ekan. Ya'ni hakkoye kayo, ya'ni maktabga boryapman. Hakkoyo maktab, ni qo'shdik, ga bo'ldi. Maktabga boryapman. Ikkinchisi chonin hveseye kayo. Chonin hveseye kayo. Men ishxonaga boryapman, ya'ni hvesa firma, ya'ni ishxonaga boryapman bo'ladi. Uchinchisi tosagone kamnida, ya'ni tosag'on kutubxona, ni qo'shdik, kutubxonaga kamnida, ya'ni boryapman so'zlari paydo bo'ldi. Xo'p, navbatdagi bu yerda bizga mashq berilgan, ya'ni qaysi gapda qo'shimchasi ishlatilmaydi, o'shani siz o'zingiz daftaringizda bajarishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni A variantda biz grammatikasini qo'sha olamizmi yoki qo'sha olmaymizmi? Biz tepada grammatikasi qo'shilmaydigan so'zlarni ko'rib chiqqan edik. O'shalarga asoslanib biz grammatikasini qo'sha olamizmi bu so'zlarga, qo'sha olmaymizmi, o'shani bir daftaringizga yozib tekshirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda mustahkamlash uchun mashqlar berilgan, oddiy, sodda gaplar berilgan koreys tilida. O'shani biz o'zbek tilida tarjima qilib yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi so'zimiz chonin hakki kamnida, ya'ni men maktabga borayapman bo'ladi. O'shani tarjimasini daftaringizga yozishingiz kerak bo'ladi. Va bu yerda berilgan so'zlardan gaplar tuzishingiz kerak. Ya'ni bu yerda bir butun gap yozilgan, faqatgina so'zlari chalkashtirilib yozilgan. O'shani so'zlarni to'g'ri qo'yib, bitta umumiy gap yozishingiz kerak bo'ladi va bu yerda 3 ta umumiy matn berilgan, o'shalarni to'g'rilab yozishingiz kerak bo'ladi. Bu sizni o'sha grammatikani o'zlashtirishingizni juda ham oshirib beradi. So'zlarni ham o'zlashtirganingizni oshirib beradi. Va do'stlar, shu joyda bizning video darsligimiz tugadi. O'ylaymanki, grammatikasi uncha qiyin emas, sodda grammatikalardan biri. Shuni oldingiz deb o'ylayman. Ya'ni qachon so'zlarga javob bergan so'zlarga da, qayerga so'zlarga javob bergan so'zlarga ga qo'shiladi, ya'ni ga ma'nosini beradi. Umumiy ma'nosi shulardan iborat. Xo'p do'stlar, videomiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.